Damas rusumli avtomashinasini Farg'ona viloyatidagi bozorlardan biriga sotgani olib chiqib, aldanib qolgan so'xlik Alhambek Tojiyev yaqin 6 yildan beri bormagan va murojaat etmagan joyi qolmadi. Oxiri umidini uzib Rossiyaga ishlagani ketdi, ammo bechora turmush o'rtog'i bu voqeani hech unutolmayapti. Bizga tushgan murojaat asosida uning uyiga borib, bu oilaning dardiga quloq tutdik. 2014-yil bizlar Damasimni sotgani borgan, Farg'onaga olib borgan, xo'jayinim bilan o'g'lim. Bitta bola kelib olaman degan, Farhod degan bola ekan u. $10,500 ga baho qilgan. $500 bergan. Keyin uni Damasni nomimga o'tkazib bersangiz, keyin beraman degan. Keyin ular borsa, keyin hech kim yo'q ekan. Men bittasiga sotib berdim deb shunaqa aytgan. Men ham hech hamma narsaga nima qildim, bordim, sud qaror chiqardi. Hech narsa natija chiqmadi. Men ham 4 ta bolam bor. O'g'lim shuning uchun sotgan ketganiga kelgani yo'q. Qayerda o'g'lingiz? Rossiyada pul topganiga ketgan. Ular jo'natadi. Men yana Farg'onaga boraman, kelaman, hech natija yo'q. Men 4 ta bolam nonsiz qoldim men. Nima qilishim kerak? Hammaga aytdim, hech kim yordam bermadi. Bu voqeadan butun mahalla ahli xabardor ekan. Ular ham bizga bu oila mahallamizdagi namunaviy oilalardan biri, oddiy, xokisor odamlar. Yolg'on gapirgani-yu shu kungacha birovni aldaganini na ko'rgan va na eshitganmiz deya ta'rifladilar. Haqiqatan shu voqea ro'y bergan, biz ham qo'shni ham nima bo'lamiz, hammasi voqeadan hammasidan xabardormiz. Haqiqatan ham $500 berib, $10,000 bermagan o'sha nima deyish, muttahamlar borda, nahotki shu ona yerimizda shunaqa muttahamlar ham yashasa. Haqiqatan ham bu bola bizni yaqin qo'shnimiz, sodda, mehnatkash, mehnatsevar, mashina sotib olgan edi. Uy ro'zg'origa kerak bo'lib, vaqti keldi-yu mashinani olib borib sotdi. Pulni olmadi. U kimga ham sotdi, bilmadim, men lekin guvoh emasman, men bozorda yo'q edim. Sotibdi. Buni nafaqat men, butun mahalla biladi. $500 olgan, $10,000 aytganicha qolib ketgan o'sha bolada. Haqiqatan necha marta borib kelishdilar. Bizdan men yon qo'shnilari o'sha nimalari bo'laman. Qarz mendan necha marta qarz olib borib keldilar. O'sha nimaga borib kelamiz deb. Ular aldaydigan nima emas, axir xokisor insonlar. Ayol ko'rsatgan hujjatlarda sudning qaroriga ko'zimiz tushdi va unda Damas rusumli mashina aldab ketgan shaxsdan olib qonuniy egasiga qaytarilishi ta'kidlangan. Biroq oradan yillar o'tgan bo'lsa ham hamon natija yo'q. Murojaat etsak, sizlarni aldagan shaxs topildi, ammo mashinangiz topilmadi deb javob beryaptilar xolos, dedi Namratxon Tojiyeva biz bilan suhbatda. Nahotki bitta meni mashinam O'zbekiston territoriyasidan topib bermasa, men ham zo'rg'a ishlab chiqqan olganman. Mana hamma hujjatlar qo'limda, tex pasportdan menda. U nima qilyapti? Bermayapti menga. Men nima qilishim kerak? 4 ta bolam bor mendan, menga ham tirikchilik kerak. Xo'jayinim ham ketdi. Bir marta Farg'onaga borib kelsa, 200-300 pul hech narsa bo'lmayapti. Qaytdan topaman. Mana qo'shnilarimdan ham qarz so'rab qoldi, bordim. Nima qilishim kerak? Iltimos sizlardan. Hech narsam qolmabdi. Nima qilishim kerak? Shuning uchun yordam beringlar, sizlardan iltimos qilaman. Shuni ta'kidlash joizki, aslida bu voqeaning yuzaga kelishiga mashina egasining ham aybi bor, chunki beparvoligi tufayli o'zining boshiga shuncha tashvish yog'dirdi. Ammo jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir paytda daxldor organlarning samarali faoliyat olib borishlari uchun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan keng imkoniyatlar yaratib berilayotgan zamonda bu jabr ko'rgan oilaning bittagina mashinasi nahot topilmasa, biz bu mavzuga yana qaytamiz va mutasaddiylardan javob olib chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, Kishvaruz internet nashri uchun maxsus tayyorlandi.